На всякий случай tekshirib ko'ramiz qolganlarini ham. Уже ikkinchi skrining vaqtida ketib qoldi. Da, vaqti ham ketib qoldi. Mana hozir oddiy UZIga kelgansiz, lekin skrining qilib hamma joyini boshdan oyoq bittalab tekshirib chiqdim. Shuning uchun menga kelganlar keyin so'rab qoladi, skrining bilan oddiy UZI'ni nima farqi bor o'zi deb. Qo'rqqanimdan ham baribir o'tkazib yubormaslik kerak, nimanidir. Bir boshidan hammasini tekshirib chiqaman yana. Qayta. Hozir srokingiz kichkinaroq bo'lganligi uchun yuragini 4 ta kameraligini ko'ra olamiz. Magistralniy sosudlarini отхождениясini 20 dan keyinda. Eng yaxshi vaqti 22 haftada. O'shanda razmerlari yaxshi bo'ladi, ko'rish klapanlarini ham qulayroq, osonroq bo'ladi. Boshchasidagi kistalariga kelsak, уже so'rilib yo'q bo'lib ketibdi. Полностью. Ular просто bizga oddiy marker bo'lganligi uchun sizga sal vahima qilishgan, boshqa belgilarni ham bor yo'qligini tekshirib ko'rish uchun. Bitta kistani o'zi hech qanaqa ahamiyatli emas. Men har bir